Kartamga tashlamang, kreditimga yechib oladi. Shu gap quloqqa ko'p chalinyapti. Kredit yoki muddatli to'lov, uning ohangrabosi bormi? Pulimiz yetmayaptimi? Olarda kirgan jonimiz berarda chiqishi yoqib boryaptimi yoki? Bugungi kunda aholi o'rtasida turli maqsadlar uchun kredit olish yaxshigina ommalashgan. Mashina, kvartira, hatto oddiy telefon xarid qilish uchun ham hatto bankdan qarz olish mumkin. Bu tendensiyaning o'ziga xos ijobiy va salbiy tomonlari nimada? O'zbekistonda nima sababdan kredit foizlari yuqori? Umid Pirboyev barcha singari o'zi uchun ham qiziq bo'lgan ushbu mavzuni o'rganishga harakat qildi. O'zbekistonda qarz olish nihoyatda qimmat. Mamlakatimiz kredit foizi yuqoriligi bo'yicha dunyoda 83 mamlakat ichida 7-o'rinni, Osiyoda esa 1-o'rinni egallagan. Onlayn moliyaviy xizmatlar rivojlangani fonida yurtdoshlarimizning qarz yuki ortib boryapti. Odamlar to'y va boshqa marosimlar uchun, maishiy texnika va avtomobil uchun, hatto totalizatorga pul tikish uchun kredit olishga o'tib ketishdi. Ayrim qarzdorlar mablag'larning noto'g'ri ishlatilishi ortidan bitta kredit uchun olingan pulni yana kredit olib yopishga o'tgan. Odam bu narsani nima maqsadda olayotganiga bog'liq. Agar masalan siz qarz olib o'qimoqchi bo'lsangiz, bu menimcha yaxshi narsa, chunki siz o'zingizni bilimingizga investitsiya qilyapsiz. Undan keyin bilim olganingizdan keyin undan daromad ola olasiz. Masalan, agar kimdir kirachilik qilyapti deylik va qarzga bo'lib to'lashgan yoki kredit olib mashina olayotgan bo'lsa, unga bu daromad keltiradigan bo'lsa, bu jayam yomon narsa emas. Bir narsa aniq, kredit olish bu normal holat. Buni mutaxassislar ham ta'kidlashadi, ammo uni nima maqsadda olingani, to'lash uchun imkoniyatning qay darajada mavjudligi bu asosiy masala. Chunki uni to'laydigan o'zingizsiz. Kredit yoki bo'lib to'lashga nimadir olganmisiz? Yo'q. Men kredit umuman olmayman. Ikkita og'aynim bor, olib qarzga kirib ketganlar bor. Mashinasini urib, bo'ta telefonni sotib, bo'ta telefon kerak bo'lgan, telefon kreditga olgan. Yo'q, hech qachon. Shunchaki sotib olishga mablag'im yetgan. Olganman. Olgansiz. Ko'p narsa olganman-da. Kreditga. Foiz ancha yuqori bo'lib ketganda. Mikro qarz olganman. Nima maqsadda? Aniq maqsad yo'q edi, olgandim. Yashab turishga, endi pulimiz qolmagan. Bilmadim, endi o'zim yig'sam agar shuncha pul telefonga beramanmi deyman, berim kelmaydi. $100 bergan yaxshi menga. $900 bergandan ko'ra. Xorijiy va onlayn banklar kreditni 50-55% gacha beradi. Yurtdoshlarimiz shunday bo'lsa ham olishadi. Dunyoda eng arzon kreditlar Peruda 0.8%, Yaponiyada bu ko'rsatkich 1.7%, Daniyada esa 3.25% ni tashkil etadi. Bunga esa iqtisodchilar bir necha sabablarni keltirishadi. Birinchidan, kapital bozori hali yaxshi shakllanmagan, biznes qilishda risklar kuchli. Rivojlangan davlatlarda 10 ta biznesga 5% dan bersa, o'sha 10 ta biznesdan deyarli 8% ni biznes yurishib ketadi. Chunki butun boshli iqtisod yaxshi. Ya'ni foyda qiladi bank. Bizda masalan 10 ta biznesga beradigan bo'lsa, o'sha 10 ta biznesdan bir amallab 5 tasi yurib ketishi mumkin, 5 tasi bankrot bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni pulni qaytib kelish ehtimoli kam. Haligi 5 ta bankrot bo'lib ketganlarni ziyonini qanaqa qilib kompensatsiya qilsa bo'ladi desa, hammanikini foizini ko'tarib qo'yamiz. Shunda kimdir bankrot bo'lsa ham bizga ziyon yetmaydi, chunki boshqalarni bergan pulidan kompensatsiya bo'lib ketaveradi degan ma'noda bor. Kredit sovg'a yoki ehson emas, balki jiddiy moliyaviy majburiyat yuklovchi qarz. Ma'lum jadval asosida sizdan avtomatik yechib olinadi. Ko'rpangga qarab oyoq uzadigan narsa. Shu narsa qilinsa agar odam minusga kirib ketmaydi, qarzga botib ketmaydi. Faqatgina o'ziga nimaga to'g'ri keladigan narsani sotib oladi. Muammo nimadan? Qurbi yetmaydigan narsani sotib olishdan va o'sha qarzga kirib ketishidan. Qarzga kirib ketmaslik uchun har bitta insonni o'zini moliyaviy xavfsizlik yostiqchasi bo'lishi kerak, yig'ib qo'ygan puli bo'lishi kerak. O'sha yig'ib qo'ygan pulingiz bo'lsa, siz qayergadir borib qarzga kirib ketmaysiz. Hissiyotga berilib qarzga 15 million so'mlik telefon olish insonni bir necha kunga xursand qilishi mumkin, lekin hayotini ko'p ham o'zgartirmaydi. Bu joyda yana bir jihat, ba'zi savdo markazlari xuddi shu to'lovlarni chet el valyutasida so'raydi. Vaholanki kurs yillar davomida oshib boradi. Bu kimga zarar? Chet el valyutasida qarz olish shunaqangi holatki, bu makro iqtisodiy holat. Ya'ni u narsani, ya'ni valyutaning qanaqa o'zgarishi, dollar qimmatlashib ketishi bo'yicha sizni hech narsani o'zgartira olmaysiz. Demak, makro iqtisodiy holatda shunday narsaki, endi siz qanday bo'lishidan qat'iy nazar kelajakda pul qimmat bo'lib ketsa ham, ya'ni o'sha olgan valyutangiz to'lashga majbursiz, bu sizni qiyin holatga tushirib qo'yishligi mumkin. Bir necha daqiqalik lavha bilan kredit olishni yomon demoqchi emasmiz, ammo ehtiyojga qarab har qanday missiyani bajarish sizdagi moliyaviy holat barqaror bo'lishiga, uyqungizda halovat bo'lishiga sabab bo'ladi.